Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, hamyurtlar. Dehqonlarimiz uchun yaxshi bir kashfiyot desak ham bo'ladi, demasak ham bo'ladi. Xitoyliklardan ilhomlanib, bunday apparatlarni ko'zni kuydirib dehqonlari belni og'ritmasdan tikka yurgan holatda qilib ketyapti-da. Ko'zini kuyadi odam. Biz ham qilalamizmi deb biz ham urinib shu narsani chiqardik. Juda qimmatroqqa kelar ekan, kargo boshqa yo'l haqilari bo'lib. Bizda hozir ko'chat ekadigan apparatimiz qariyb 80 sm, 76 lik truba polietelindan, hop armatura, truba, qachi uslubida, prujinalar bor, yumshoq prujinalari. Xullas, yerga sanchiysiz, ko'chat solasiz, ko'tarasiz, bo'ldi qoladi. Videoda qo'yib ketamiz suhbatimiz ichida. Dori soladigan juda ko'p dehqonlarimiz, ko'chat ekadigan odamlar aksari ko'chatini ekdi. Endi kuz mavsumida bug'doydan keyin ko'chat ekadiganlar ham bo'ladi. Ziyon qilmaydi, dehqonchilik bor odamda, agarati bor odamga olib qo'ysa ziyoni yo'q. Xo'p, endi dori soladigan moslamamiz ixtiro desak, ixtiro emas, buni ham ilhomlanib qilingan narsa, xalqqa juda zarur ekan. Ishlash jarayonini videoda ham qo'yib ketamiz. Hozir imkondan kelib chiqqan holatda yerga solsak turpoq aralashib ketib qoladi. Shunga qopga qo'yib turib solib beramiz. Bunday holatda mana 20 litr, 22 litr yonverdagi bachoydan foydalaningga bunga qo'yib so'mkani ilganini ilib olamiz. 10 kilo, 15 kilogacha dorini yukiga qarab o'z ichiga oladi. Xo'p. Mana ketyapmiz. Mana bir, mana ozgina-ozginada mana yana nima qilashtiraylik. Mana hozir bu tarafga olamiz. Mana ko'raylik mana. Bosamiz, ketaveradi mana. Bosamiz mana. Mana. Ko'rishlaring mumkin. Shu holatda yengil ishlaydi. Ichida prujinasi bor. Ichida po'lat simidan foydalanilgan, bunday rezinaga moslangan, ancha-munchaga bukilsa ham sinib qolmaydi. Arzon narsa emas bu. Baquvvat, original, yaxshi narsa bo'ladi. Bak, polietelindan foydalanilgan. Qiladiganlar mabodo qilib olsa, yaxshi narsa. Albatta, ko'chat ekadigan narxini aytmay ketibmiz 250 ming so'm. Bu dori soladiganimiz 350 ming so'mga tushdi. Jicha qimmatroqqa chiqadi. Jicha foydamizni qo'yganimiz 350 ming so'mga sotsak, durust. Chetdan chiqishi narxi. Dehqonlarni og'irini yengil qiladigan mahsulotlarimizni ko'rsatdik, tovarlarimizni. Xo'p, endi chorvadorlarga o'tamiz. Bu qish kunida nihoyatda zaril bo'ladigan, albatta hozir bu zaril, ertaga buni mahsuloti zaril. Ya'ni tappa apparat. Kimdir briket deydi, sal savurmenliroq qilib, ya'ni nimasi zamonaviyroq qilib. Bu tappa apparatimiz 159 turbadan foydalanilgan. Xo'p, buni bosganda bu ko'tarilib boraveradi, keyin yuqoriga, keyin to'lgandan keyin bir chekkaga olib, shuni qo'yiladi. Keyin masofaga olib borib bemalol taxlaydi. Videoda qo'yib ketamiz. Alohida. Briket apparatlarimiz 200 ming so'mdan tan narxini qo'yib yuborganmiz. 250 ming so'mdan bundan kichkinalar ijtimoiy tarmoqlarda qo'yilyapti. Biz 200 ming so'mdan cheklanmagan miqdorda, xudo xolasa, zakaz qilsalaring yetkazib beramiz. Masofasiga qancha ham qo'shilib qoladi. Xo'p, grabilkalarimizni tayyorlab oldik. Endi mahsulotlarimizni birma-bir chiqarib beramiz. Makka, bug'doy, molbob setkada somon, qo'ybob setkada bunda ham somon chiqarib beramiz.
Xo'p. Bu Drabichadan universal qo'l quruq chiqaradi. Donli mahsulotlarini ko'rib turibsizlar. Shu qo'l chiqarganlarni ham video jarayonni qo'yib ketamiz. Xo'p, Drabichalarimiz 1 million 700 ming so'mdan 2,5 million so'mgacha mis alyuminga qarab turib farqlanadi. Mahaviyli bo'lsa yana bir narx, xullas 1 million 700 dan 2 million 500 gacha.